frontda o'tirib ishlar qilsanglar bo'ladi. And say hi to camera. Amerikada tip beriladi. Hammasi ham tiket bor. Because nothing is free here, but it's paid off. Mana shunaqa joy. Mana shu o'tirib New Yorkning ko'chalari. Mana hamma shu rasmga tushyapti. Brat qaraylik. Gap yo'q, просто. Biz 44-etajdamiz. Mana A. Assalomu alaykum. Bugungi videoda men sizlarga Amerikada, New Yorkda agarda sizlar kelajakda inshaalloh kelsanglar, student bo'lib, o'qib, universitet bitirganingizdan keyin ishinglarni qanaqa o'tkazishinglarni ko'rsatib ketaman. Men o'zim Amerikada dasturchi bo'lib ishlayman. New Yorkga 3 kun kelganman, ishxona chaqirgani sababli. Sizlarga Amerikada 1 kun qanaqa o'tishini ko'rsatib ketaman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Like qo'yishni, obuna bo'lishni albatta unutmanglar. New York otellarning ichiga qiziqayotgan bo'lsangiz, mana shunaqa bo'ladi. Oteldan chiqishinglardan ko'rayotganlaridek ko'chalar sразу очередь bo'ladi, chunki hamma ishga ketyapti. Amerikada, особенно New Yorkda rush hour degan narsa bor. Rush hour bu hamma shoshilayotgan payt. Bu ertalab soat 7 dan 9 gacha bo'ladi, kechqurun soat 4 dan 6 gacha. Hamma ishdan ketayotganida va hamma ishdan qaytayotganida. Ko'rayotganlarda hamma peshxoddan yuguryapti. Mana bu New York ko'chalari, sizlarga ahamiyat bersanglar, hammasi dahshat. Tepa-tepa Başka uzun balon zanjirlar. Keyin New Yorkda o'zingizni mashinangizni olishni hech kim tavsiya bermaydi, mashina sotib olishga, chunki umringiz probkada o'tadi. Bundan ko'ra mana shu samokatda velida uchgan bo'lsanglar, uchadigan bo'lsanglar, ancha tezroq yetib olasiz, chunki misol uchun men hozir otelimdan ishxonamgacha 25 minut. Mashinada boradigan bo'lsam 45 minutda boraman. Yuradigan bo'lsam 1 marotda yuraman. Shuning uchun kelajakda agar Amerikaga o'qishni bo'lsa, o'zingizlar bilasizlar, New Yorkga kelib, to'g'ri mashina kerak emas. Veli metro, общественный transport sizlarga ancha qulayroq bo'ladi. Shuning uchun New Yorkda endi yashashni men o'zim shaxsan tavsiya bera olmayman, chunki bu yerda odamlar pul topishga keladi. Pul topgan odam New Yorkning o'zida hech qachon yashamaydi, biznesi New Yorkda bo'lsa ham. Shuning uchun agarda sizlar endi kelajakda misol uchun ish qidirmoqchi bo'lsangiz, New Yorkda har doim ishi bor, dokumenti borlagan, dokumenti yo'llagan. Shuning uchun bu personal preference, ya'ni odam o'zining tanloviga bog'liq. Mana shu sizlarga New Yorkning ko'chalari. Mana misol uchun ko'rayotganlaringizdek Microsoftning ofisi, mana bu esa Starbucksning ofisi, uni Microsoft deb yozib qo'ygan. Mana bu esa metro. Bu yerdan sizlar metroga tushasizlar. Mana Starbucks, McDonald's. Bu yerda juda ko'p finansiy kompaniyalar, ya'ni butun dunyoni boshqaradigan finanslar, bilasizlar, mana shu New Yorkda bo'ladi. Hamma kompaniyalar New Yorkda joylashgan. Odamlarga ahamiyat bersanglar, konkretniy megapolis. Hamma ishga ketyapti. Soat 12 da obedga chiqsangiz ham mana shunaqa bo'ladi, odam ko'pligidan. Yana bitta narsa, New Yorkda juda ko'p ovqatlar halol. Ya'ni musulmonlar kelib ko'p restoran ochadi. Restoran ochib, ovqatlari juda shirin. Dunyodagi eng zo'r ovqatlar New Yorkga kelib yeb ketsangiz bo'ladi. Mana misol uchun, mana bitta mana New York Deli, Meli, mana shu magazinlarning ichida sotadi. Nima bunaqa treylerlarning ichida sotadi. Bular hammasi halol. Shuni New York hot dog deyshadi. Ya'ni hot doglarni yeb o'tiradi kinoda. Shunaqa joylardan olasiz. Xullas, oddiy qilib aytganda, bu shaharga odamlar pul topish uchun keladi. O'zining hayotini to'g'rilash uchun ko'plar 5-6 yil o'tib ishlab, pulini yig'ib olib, sekin boshqa shaharga ko'chadi. Ko'cha olsa agar. Lekin New Yorkka keldingizmi, New Yorkdan qochib chiqib ketishingiz juda qiyin bo'ladi. Ko'rayotganlaringizdek, mana zdaniya, 3 burchakli zdaniya, bizning ishxonaning zdaniyasi. Shu yerda sizlarga ham ichkarilarni ko'rsatib ketaman. Sizlarga Starbucksning vibe bor. Ahamiyat bersanglar, bu yerda nafaqat kofe, balkim har xil shirinliklar, ovqatlar va tekstil sotadi. Yep, that's right. Yep, that's it. Kobe, yep. Kofeni kecha qilib berdi, o'shani otini oldim. Sure. O'tda bilasizlar, har doim Amerikada tip beriladi. Ya'ni har doim asosan o'ziga bog'liq albatta. O'tganlarda kofeni ham oldim. Albatta milliard xil bo'tda kofe bor. Xohlaganinglarni tanlab, o'zingizlarning xususiylarga qilib olsanglar bo'ladi. Mana bu ishxonaning kiraverishi ko'rayotganlaringdek. Ashdan chiqasiz. Bizning ofis xonasi 12-etajda joylashgan. Bu yerda shu turniketdan o'tib, chiqasiz. Menda hozir turniket yo'q. Nimaga turniket yo'q desanglar, men endi ikkinchi kunim ofisda turniket yasab berish kerak.
Men o'zi New Yorkda emas, Orlandodan ishlayman. Shunaqa turniketdan o'tasizlar. Bunaqa ID sizlarga ham beradi. Bunaqa sekin chiqib, sizlarga etajlarni ham polni ko'rsatib ketaman. Mana bitta hamma sekin ketyapti. Mashdan kelib, mana bitta etajlarni bosasizlar. Ishxonada yana bitta narsalardan biri, ishxonaning o'zida ko'rayotganlaringizdek zavtrak joylashgan. Mana bitta kelib, sizlar xohlagan narsalarni zakaz qilsangiz bo'ladi. Ramyon, baliq, tuxum, omlet, xohlagan narsalarni. Narxlariga qiziqayotgan bo'lsanglar, mana bitta narxlari. Ofisga qanaqa kiriladi, nimalarga qiziqayotgan bo'lsanglar, mana bitta 4 ta lift bor, hammasi har xil etajga olib chiqadi. Mana etajni mashdan tanlaysizlar, sizlarga qayerga borishni aytadi. Kiraverishi mana shunaqa. Mana bizning ishxona, biza Hertz Technology Services, ya'ni kiberbezopasnost. Ofisga o'tganingizda mana shunaqa kiravishlar bo'ladi. Xuddi shu kinolardagi ko'radiganinglardek, to'g'rida konferensiya xona. Hammaning o'zini ishi bor bu yerda. Mana bu ofis tashqaridan ko'rinishi mana shunaqa. Bu yoq tomoniga o'tadigan bo'lsak, naryoqda Central Parkning viewsi, ya'ni o'sha Central Park Manhattandagi deyshadi-yu. Mana shu view. Mana bu uylarga ahamiyat bersanglar, har bitta etaji примерно 5-6 milliondan boshlab, uning eng tepasidagi uy $250,000 penthouse. Mana pastda полностью New York odamlar, naryoqda Central Park. Har xil mana kabinkalar bor. O'tirasizlar agar, misol uchun mana kabinka bor. O'sha kabinkada o'tirib ko'plashishni qiladi, yoki mana bitta o'tirib ishlar qilsanglar bo'ladi. Endi hamma har xil. Hamdan New Yorkning vidini ko'rsanglar bo'ladi. Shu Manhattan. Mana hamma bersanglar vidda dahshat. Mana kabinka to'g'risida sizlarga aytdim. Bu kabinkada o'tirib sizlar hamma ishlar qilsanglar bo'ladi. Ishlar qilayotganingizda hech kim sizlarni eshitmaydi. Stol pastga tushirib, tepaga chiqarib, va hokazo. Shumkasi zo'r desa ham bo'ladi. Oddiy qilib aytganda, ishxona mana shunaqa. Inshaalloh sizlar ham kelajakda kelsanglar, shunaqa ishxonada ishlaysizlar. Albatta harakat qilsanglar, Alloh hammasini beradi. Shuning uchun videoga oxirigacha obuna bo'lib qo'ysanglar, naryoqda qarasanglar, qanaqa flag turganini ham ko'rasizlar. America, country with a free speech. Naryoqda menejerlar o'tiradi. Mana o'tirgan qiz meni menejerim. Bu yerda esa mana kofe, qo'saylar bo'ladi. Bu yerda ham mana odamlar o'tiradi. Kofeni qilib xohlaganinglarni tanlasanglar bo'ladi. Lekin zavtrakni ham oldim. Zavtrak qilaman deb menejerimga ham aytib qo'ydim, chunki zavtrak qilmasdan ishlay olmaysiz. Mana sizga qiziqayotgan bo'lsanglar, zavtrak tuxum, pomidor, non, ketchup. O'zimizning o'zbekcha zavtrak desam bo'ladi. Bitta men emas, balkim hamma ham mana shu yerda sekin o'tirib ovqatlanib ko'rayotganinglarda. Yana ozgina sizlarga ofis ko'rsatadigan bo'lsam. Abi, how are you? I'm fine, I'm good. This is Tanya. What? Say hi to camera. Hamma bo'sh joyda bo'lsa o'tiradi. You're good on the camera or I do some vlogging. It's in Uzbek, so I just show people life in the US and shit. Nice, Uzbekistan. Uzbekistan. You know anything about Uzbekistan? Y'all got good fighters. Yeah. Boxers. Boxers, so boxers more than MMA. Oh, maybe you're thinking about Khabib and Hamza. They're from Dagestan. Dagestan. How far is Dagestan from Uzbekistan? It's like 4-hour flight. Oh, So it's not that far, but still not yeah. even the same. Yeah. We are going to tackle the topic of AI governance. Biz hozir ovqatlanishga keldik. Mana bu joy ko'rayotganlarda. Hamma ovqat zakaz qildi ko'rayotganlarda, mana bu baliq. Mana tovuq zakaz qildi. Abi, say something. What? Is it delicious food here? You haven't even tried the food. How is it? It's good. I'm hungry. This is going to be quick. Say I got a something. meeting in 5 minutes. Oh, okay. Got a meeting in 5 minutes. Faisal, say something in English for people, for the viewers, because they speak. Excited to eat. I'm starving. Right. Bon appetit, brother. Biz ham ovqatlanishdan chiqib qoldik. Hozir Abhinav degan ishchimiz bor. Bu yerda u ham F1 student bo'lib kelgan Amerikaga, international student. Uni ham gapini olamiz sizlarga. Balki motivatsiya bo'ladi. Bu ham bu yerga kelib mana shu katta kompaniyada ishlayapti. Abi, what do you have to tell for international students coming to the United States? Is it worth it or no? It's very hard. It's very lots of struggle. If you do a lot of struggle in your life, welcome to United States. Because nothing is free here, but it's paid off.
when you see back 5 years, 6 years later in your life, and you see that you make a right decision. So yeah, it is good. So it's worth coming here? Yeah, it depends. What's your dream? And yeah, not it take time, but it will happen. You just need to do hard work and smart work. Got it. Bittadan ko'rasiz, bu yoqdan o'tasiz. Mana işte. Mine is inside. Oh, you know what? You already have mine. Thank you, brother. Ashtam mana tepaga chiqib ketasiz, lobby hali ko'rsatganimda. What is the hardest thing here as an international student? The market, the job market is not that good. It's very hard to get a job right now, and the conditions is not that much good. It's very hard to. But you can still make it. You can still make it if you do struggle like hard work. I said there's still lots of struggle right now, but yeah, when you get the money, you feel like the dollar come in your pocket. That's give you some happiness. And just for reference, you study at the University of Connecticut, Yeah, I studied in University of Connecticut. and you travel here 3 hours in the morning. I travel 7 hours per day, minimum 7 hours per day to come to just to earn some penny. So there's lots of struggle. I wake up at 4 and go to the bed somewhere like 11 or 12. So You that's wake up what at I- 5. 4 or 5, it depends on which train I'm taking. Good job. Bu kompaniya nima deb qiziqayotgan bo'lsanglar, bu yerda har xil kompaniyalar bor. Bitta kompaniya ichida 400 tadan ortiq kompaniya. Sizlarga ozgina ko'rsatib ketaman. Har xil narsalarni test qilishadi. Misol uchun bu kompaniyani oti bittasi Good Housekeeping ekan. Mana ko'rayotganlaringiz. Mana bitta mana misol uchun reklamalarni rasmga olishyapti. Bular mana sizlarga ozgina yaqin qilib ko'rsataman. Mana shu yerda video qilib. Bu yerda har xil fruktlarni, ovocharni internetda qidirsanglar, har xil narsalarni, revyularini, odzivlarini qidirasizlar-ku. Mana shunaqa odamlar shularni odzivini qiladi. Ko'rayotganlaringiz. Mana bular ham hozir bir nimani test qilishyapti. What's your favorite part about your job? My favorite part is I get to discover new things. Yeah, like every day you guys test different things, huh? Yeah. Where are you visiting from? Where am I from? Where you visit? Are you like? Yeah, we're from cybersecurity team. Oh, Yeah, like so at Hearst. at Hearst, yeah. Oh, cool. No, at Google. Breaching information. Ah, okay. Is that why you're asking us Yeah. sensitive information? Yeah. I mean, I can sell that now. Thank you. Amtga ko'rsanglar, Amerikadagi har bitta prezident mashxonada o'tirgan. Bu Hearst family degan oilaning xonasi ekan. Bu yerda har bitta prezident Trumpdan tashqari hammasi mana shu yerda o'tirib ovqatlanishgan ekan. Hearst degan oilani internetda qidirsanglar, mana shu ularning polniy oilasi juda boy oila bo'lgan. Mana bu yerda shu meeting room, ya'ni mehmon kelsa o'tirib mana shu yerda kutib turgan bo'ladi. Ko'rayotganlaringizdek bu yerda hamma narsa bor. Sizlar o'ylamagan ham, o'ylagan narsalar ham bu yerda bor. Mana Tide Go har bitta produktning har xil variantlari, qaysi biri to'g'ri kelgan bo'lsa, o'sha versiyasini ishlatishgan. Milliardta narsa bor. Mana bu yerda misol uchun har xil shu kuxnyaga kerakli narsalar. Qo'yninglar, ovqatlar. Oshni ham test qilishgan ekan. Bu mana eng oxirgi etaj, 44-etaj. Bu yerda shu xo'jayini o'tiradi narigi xonada, kompaniyani. Bu yerda xonalarga, tualetlarga, joylarga ahamiyat bersanglar, ancha akkuratni qilingan. Boardroom hamma shu kompaniyani kelajagi mashxonada bo'lib o'tadi. Bu xonalar ancha akkuratni bo'lib ko'rayotganingizdek. Mana shundan butun New York ko'rsanglar bo'lar ekan. Mana ahamiyat bersanglar. Mana hamma shu New York shu yerda. Biz 44-etajda biz. Vidlar dahshat. Bu yerda mana har xil eventlar o'tadi. Katta eventlar kompaniyaga tegishli. Vidlarga ahamiyat bersanglar, vidlar dahshat. Mana har xil dizaynlarga ahamiyat bersanglar. This building is tall. This is the tallest living building, but nobody live in this building because. Oh, is it the one? Yeah, Yeah. one of the world's biggest Yeah. ordinary people live, but Like nobody, 250 million? Yeah, Then the YouTube I saw it once. yeah, but nobody wanna live in this building. Central Park. Mana shu ko'rayotgan hamma magazinlarni odamlar o'qiydigan, mana shu aktyorlarga, mana shu bizning kompaniya Hearst pul to'laydi. Hamma taniydigan aktyorlar. Men balkim endi oddiy hozir esimda yo'q-ku, lekin shu hamma aktyorlarga
Bular magazinlar uchun pul to'laydi. Mana bitta misol uchun ana Wednesday, Billie Eilish, milliard xil. Bella Hadid, Gigi Hadid va hokazo. Bu yerda mana hammasi shu yerda kelib rasmga tushadi. Endi bular ham tekinga qilmaydi, rasmga tushib pulni oladi. Albatta. Abi, you gotta be a model too. Agarda xonani qanaqa joyda o'tirganim qiziqayotgan bo'lsangiz, mana shunaqa joy, mana shu yerda o'tirib ishni qilasiz. Ishnaqa bo'lib, hozir soat 11 bo'ldi. Sekin-keyin uyga ketamiz. What's your favorite part about your job, Abi? Nothing for now, right? It's good. It is New York. If they give you an offer of working for $50 an hour, would you take it? Definitely yes. What's your favorite part of working here? I like you guys. Most days. No, I like you guys. I do. It's nice. But yeah. It's really y'all. I think need to change it. Hop, men sekin ofisdan chiqib oldim. Soat 5 bo'lib qoldi. Ofis Central Park oldida joylashgan. Orqamda ko'rayotgan Zaneli ham qanaqadir biznes. Mana biz sekin peshxoddan o'tib, nariyoga Central Parkni bir 15 minut aylanib, keyin ketamiz. Sizlarga ham Central Parkni ko'rsatib ketaman. Is it the famous thing, the famous statue? What does it mean? Entrance of the Central Park. That's what it's famous. Oh, it's like the main entrance of the Central Park? Okay. Central Parkning eng g'alamli kiruvchidagi знаменитый anaqa ekan. Would you buy stuff from these people? Oh, never. Cheap stuff, right? Cheap stuff and they are From not. China, right? Yeah. Oh. O'tganlar ham odamlar turadi, mana bunaqa narsalarda sizlarni uchiradi. You know they charge like a lot. $100, $200. That's Yeah. for the stupid thing. Oh, I don't know. 200 oladi shu narsani uchirib kelganiga. Yeah. Vashcha bo'lmaydi. O'zingizlar ham taylanib, peshkom yurganinglar ancha выгодныйroq. Endi bu yerda unaqa ko'p rasmga tushadigan joylar ham yo'q. What are some like cool places to take photos in here? Sorry? In the center. Like the center? Yeah. Is it far away from here or no? It's pretty close. There are lots of places you can take photos and that sort of thing. Gotcha. And in the here usually you can see moving shooting and filming here a lot. When the first time I came here, there's Anna Hathaway was here. And Hathaway? Yeah, see the Hollywood okay. star, she was here. Oh, okay. I don't met her personally, but I see that lots of crew members was like there lots of crowd for her. Central Parkning ichida, Centralniy park deyiladi. Mana shunaqa joylar bor. Masalan, hamma yuradi, aylanadi. Mana bitta beysbol korti bor, beysbol o'ynashga. Nari orqa tomonlarda futbolni kortlar bor. Ya'ni bu yerda odamlar aylanishga, yugurishga, toza havoni ko'rishga keladi, chunki zdaniyani orasida yursangiz sassiq bo'ladi. Tepalar naryoqda zdaniya tomonlar. Yoni zdaniya ahamiyat bersanglar, u eng uzun zdaniya, жилой zdaniya. If we consolidate all the circuits, you're gonna end up doing more. Hopefully, you'll have more resources. Does come out of this first stage that we're doing with all the business cases, it's going to result in prioritized work. Odamlar nima ovqatlanadi, qattiq ovqatlanadi deb qiziqayotgan bo'lsanglar, mana obed payti qancha odam Motionary kafeteriyadan ovqatlana oladi. Hop, hamma narsani sekin yig'ishtirib Orlandoga yo'l olishga harakat qilaman. Ko'rayotganlaringizdek. Qaysi bo'sh stol bo'lsa, asosiy o'sha yerda o'tirasizlar. Mana stol, misol uchun mana shu yerda o'tirdim. Mana bu narsalarni uje yig'ib, sekin chemadonlarni ham o'qishga olib kelib, bolalar bilan yig'ilib ketamiz. Ko'plar internetda Times Square ertalab ko'rmagan. Men sizlarga obedagi paytini ko'rsatib ketaman, qanaqa bo'ladi. Chunki ko'plar ham kechqurun svetlari yonganini ko'radi. Mana men misol uchun Times Square ko'chalari. Mana to'g'rida esa o'sha Times Square hamma butun dunyo keladigan. Bu yo'llarni ichkarilarini ham ozgina sizlarga ko'rsatib ketaman, videolarni. Odamlar har doim New York 24/7 ishlaydi. New York never sleeps degan gapi bor, ya'ni New York hech qachon uxlamaydi. Har doim bu tarzda construction, reklama, unaqa magazinlarda odamlar narsalarni sotadi. Keyin New Yorkka kelishni eng katta pluslaridan biri bu yerda har doim sizlarga ish bor New Yorkda. Ya'ni ishsiz qolib ketish почти нереальный, lekin yashash qualities, ya'ni yashash bu unaqa oson emas. Shuning uchun boshqa shtatlarga ketganingiz yaxshi, lekin tilni bilmasangiz, ingliz tilini, конечно, bu yerda yashasangiz bo'ladi. Mana sizlar magazinlari, magazinga keyinroq kiramiz. No, I don't want to go here right now. We can go there later because I don't want to carry everything with me, you know. No, that's letting you know the song. Sure. Ana ko'rganlar naryoqda Times Square. There is Messi, Mbappe, Haaland, Kane and Dembele right there.
качество жизни Nyu-Yorkda slabый bo'ladi. Shuning uchun Nyu-Yorkga kelishdan oldin o'ylab ko'ringlar. Lekin real Amerikani agarda experience qilmoqchi bo'lsanglar, Nyu-Yorkga kelishni tavsiya beraman. So what would you say? Would you suggest people to come to New York? Yeah, it's a good experience. You see a lot of Just things for there. experience. Yeah, just for experience. It's good. How many days would you think? So let's say you're from India, Yeah. or you're from a third world country, like most of the people who come here, right? Yeah, yeah. Would you suggest them to live in here, or would you suggest It's them on to? them. They want to live there or they want to. Everyone have their different responsibility and perspective to see things. So I like to live here. So I promote people to live here. So because you're from a busy city, that's Yeah, why. that's why, because New York give me the vibe of New Delhi. That's why I like to live here. But to be honest, it's not that much safe. So It's not safe at all, especially for women, girls. for everyone, to be honest, right now. Yeah, but it's good. You get a vibe always here. Gotcha. Bilmaganlar uchun bu Abhinav bizda ishxonada internship olgan, intern bo'lib ishlaydi. Kelajakda offer olmoqchi bizning ishxonadan. Yaxshi bola, o'zi o'qib, ishlab, bu yerda yuradi. Bu haqida ham keyinroq o'zidan video qilib so'raymiz, nima qiladi, qanaqa qiladi, nima ishlaydi va hokazo. Mana sizlarga o'sha hamma xohlaydigan o'sha Times Square ko'chasi to'g'rida. Times Square'ni konkret Times Square mana mana shu yerda. Ana hamma narsa hayot bumda, yomg'irda hamma hayoti bu yerda. Hamma o'tdinglar, bir 95% turist. Turistlar o'tib kelib, mana shu rasm tushadi, mana kabinkani ustida zinaga chiqib olib. Lekin bu yerda vibe boshqacha. Kameradan endi sizlarga qanaqa qilib buni berishni, etishni bilolmayman-ku, lekin bir yilda bir marta ko'plar kelib ketadi Nyu-Yorkka, chunki motivatsiya bo'ladi bundan. Har xil narsalarni ko'rsanglar bo'ladi, har xil odamlar bilan tanishsanglar bo'ladi. Shuning uchun New York is not America deganda, Amerikaga tegishli emas New York deyishadi hazillashib. Yep, this is like the main road. Do you come here more often or? I come here because I just pass through every day when I come to first. So Oh, okay. that's BTS there. Yeah, you got tired of this, I think? Yeah. I know everything about this shop and places. About this place. Yeah. Too much shit that's going on here. Especially down there in the middle of times. Qizilyansa ham o'tib ketaverasiz bu yerda. Shunga naryoqda mana Pele Soccer degani ham ochilgan ekan, har xil magazinlar bor. Endi kiyim va hokazo milliard xil narsalarni sotib olsangiz bo'ladi bu yerda. Mamutga o'chirit, majlisga chiqishingiz uchun tepaga, rasmga tushish uchun. Bilmayman, qanchadan bir turibdi bular. Undan ko'ra shu yerdan video olib qo'yaman sizlar uchun. Mana lekin New Yorkni ko'rmoqchi bo'lsanglar, mana shu sizlarga Times Square. Mana sizlarga bu yoqdan her ko'rsatadigan bo'lsam, mana hamma shu yerda rasmga tushyapti. Vashta, vibe dahshat. Kommentariyada savollaringiz bo'lsa qoldiringlar. Savollaringizga javob berib ketishga harakat qilaman albatta. Birdan 10 gacha videoga qanaqadir ham ball berib ketsanglar, qiziq bo'ladi. New Yorkda yashagan bo'larmidinglar yoki yo'qmi? Men bilan qaranglar, odamlarni hammani yig'ib olib jinniligini qo'yapti. Bularni faqat shu rasist bo'lishmasu, oqlar bilan qiluvlar qilishsa kamdan kam bo'ladi. Put the camera on him, my G, that's the fact. It's like that, still, Dahshat, New York, jinnili. So we're going this way. Ro'laga ahmad bersanglar mana. This is ticket. ACE. Ro'lari mana shu mana shunaqa. This is A, right? So it should take us there. Yeah, West 4th Street. Here. Right here. Stand clear of Yep, the closing right here. doors, please. Okay. So after 2 stops, we're coming out. Okay. Do you use train a lot? Subway? Subway sometime. Not this route 4, 5, 6. Okay. That's the main route. 4, 5, 6, 7. Okay. Jackson gotcha. Heights, Brooklyn, and all Manhattan. Or downtown Manhattan, 5, 6 is the main one. New Yorkni hayoti qiyin deyshadi-ku. Buni ham sizlar tushunishinglar kerak.
Tashqariga chiqdik. Bu yoq уже. Here is more calm, huh? It's much more calmer here. Ha, brat qaranglar. Gap yo'q, просто chichyaptilar ya. Astagfirullah. This is New York, right? Yeah. Shit. New York. Welcome to New York, I guess. Amma qarsanglar, o'qisanglar Tashkent supermarketda ekan. You want to try some Uzbek food? Yeah, first time. We'll see your review. We'll see how you liked it. Qotlarga ahamiyat bersanglar, mana tovuli osh, go'shtli oshlari bor ekan. Hamma ham tovuli edi, shunga tovuli osh olibdi. Toshkentda tovuli, O'zbekiston tovuli oshsa, hech kim yemaydi ham. Mana birinchi marta olib ko'rishim, mana ko'ramiz qanaqa. O'tiradigan joyi yo'ligi sababli mana shunaqa turbisli ovqat. Welcome to New York, I guess. 1 out of 10, what would you rate it? Now be honest though, don't give it a 10. Like 7. Right? Yeah, you know me. Nothing is a 10. Mana market mana shu ovqat qilishadi. Ko'rayotganlarda metrolar stansiyasi mana shunaqa bo'ladi. Biz mana A da ketamiz, bu mana A. Haqda yozib qo'ygan bo'ladi. Bunisi esa C train. Ko'rayotganlar. Bunisi odam kamera olgan, shunda mashinada ketadigan bo'lamiz. Ishxonani zdaniyasini kechqurun videoni qarasanglar mana shu. Mana bu magazinlar, har xil internetda qidirib ko'rsanglar, ishxona haqida ma'lumotlar juda ko'p. Kechqurundan sekin mana o'tib olib, hozir o'sha narsalarimni olib sekin aeroportga yo'lga olaman. Balkim aeroportdan ham sizlarga videoni davom ettirib tugatamiz endi. Aeroportga ham kirib oldim уже. Hozir sekin уже Orlandoga qaytadigan bo'laman. Kirishda mana LaGuardia aeroportining ichida ham suyushli fontani bor ekan. Suvdan ko'rayotgan bo'lsanglar, har xil narsalar yasayapti. Ichkarida xohlasanglar ovqatlanmasanglar bo'ladi. Videoni tugatishdan oldin endi balkim bilmasam, birinchi marta ko'rasizlar yo'qmi? Obuna bo'lib qo'ysanglar, inshaalloh kelajakda yana ham har xil videolar chiqaraman Amerika haqida. Amerikaga kelish niyatinglar bo'lsa, albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Kelajakda balkim yordamimiz deb qoladi. Yo'q, вообще Amerika haqida har xil savollaringiz bo'lsa, bemalol so'rab tursanglar bo'ladi. Obuna bo'lib qo'yinglar, charchamanglar. Videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Peace out.